Jasur aka, qo'rqib ketib qolgan bemorlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Ko'pincha yuqori jag'ni kengaytiradigan apparatlarni ko'rsatsak, bemorlarda ularda qo'rquv hissi paydo bo'ladi, ko'p qaytib kelmaydi. Stomatologiya sohasini tashlab ketishga qaror qilganmisiz hech vaqt? Ba'zi bir paytlar bo'lib turadi, charchagan holatlarimda, lekin baribir yaxshi ko'raman kasbimni. Hech qo'lingizda tishlab olgan bemorlar bo'lganmi? Bo'lgan, bunaqa holat ko'p bo'ladi, ayniqsa yosh bolalarda o'zlari bilmaydi bu holatda, qolib qoladigan paytlari ko'p kuzatiladi. Yig'lab yuborgan bemorlar. Yig'lab yuborganlari ham bo'lgan, ko'p bo'ladi, chunki ba'zi bir holatlarda ozgina bemorlarni qiynaymiz. Barcha aytganlaringizda so'zsiz bajargan bemorlar bo'lganmi? Yo'q, bunaqasi bo'lmagan. Hammada qanaqadir xatosi bor. Aytganingizga ishonmay, Google'dan qidirib ko'rgan bemorlarchi? Albatta, menimcha hozirgi kunda hamma shunaqa qilsa kerak. Jarayon oxirida shunchalik oson bo'lishini bilmagandim degan bemorlarchi? Bunaqasi hozircha bo'lmadi. Chunki ancha mashaqqatli yo'ldan o'tamiz. Siz bilan rasm tushib olay degan bemorlar bo'lganmi? Bo'lgan ikkita.